Bugun 24 fevral Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilib kirganligining dal 1 yillik xotira kuni. Bu munosabat bilan xalqaro axborot vositalarini Rossiya Ukraina urushiga bag'ishlangan temalar qopladi. Xabarlarga qaraganda 23 fevral yana Birlashgan Davlatlar Tashkilotining New Yorkdagi markazida urushga qarshi ovoz berish yig'ini o'tkazilgan. Ovoz berish yig'iniga Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga rasmiy a'zo bo'lgan 193 davlat qatnashgan bo'lib, 141 davlat Rossiyaga qarshi ovoz bergan. Rossiya, Belorussiya, Shimoliy Koreya, Suriya, Mali va Eritreya qatorliq 7 davlat Rossiyani qo'llab ovoz bergan. Xitoy va Hindistonni o'z ichiga olgan 32 davlat ovoz berishdan voz kechgan. Ovoz berishdan voz kechgan davlatlarning ko'pinchisi Osiyo va Afrika davlatlari bo'lgan. Rossiya bu ovoz berishda masxaralik bir holga tushib qolgan. Mazkur ovoz berish yig'ini uchun Germaniya tarafdan hozirlangan qaror hujjatida Ukrainaning xalqaro e'tirof qilingan egilik huquqi, mustaqilligi, birligi va dengizga qadar tutashgan zamin butunligiga kafolatlik qilish. Rossiya Federatsiyasi darhol butunlay ham shartsiz holda xalqaro e'tirof qilgan Ukraina chegarasidan barliq askarlarni chekindirib chiqish, düşmanlik qilmishlarini to'xtatish, urush jinoyatchilarining mas'uliyatini xalqaro sudga tortish degandek mazmunlar o'tirib qo'yilgan. Kulkilik bo'lgani Xitoy vakillari Rossiya Ukraina urushini to'xtatishning o'shkuturlik tinchlik planini o'tirib qo'ygan. Xitoyning tashqi ishlarga mas'ul davlat ishlari komissari Wang Yi 59-navbatlik Myunxen xavfsizlik kengashida o'zlarining bu urushni to'xtatadigan bir plani borligini tilga olib, hammani hayron qoldirgan bo'lsa-mu, ammo u chaqda uning mazmunini oshkorlamagan edi. Germaniya taratqullarining xabarlariga asoslanganda Xitoyning bu plani mundaq o'shkuturlik mazmunni o'z ichiga olgan. Birinchisi, barliq davlatlarning egilik huquqiga hurmat qilish. Ikkinchisi, soğuk munosabatlar urushi ideyasidan voz kechish. Uchinchisi, dushmanlashishni to'xtatish. To'rtinchisi, tinchlik suhbatini asliga keltirish. Beshinchisi, insonparvarlik krizisini hal qilish. Oltinchisi, fuqarolarni va urush asarlarini qo'g'dash. Yettinchisi, yadro elektr stansiyalarining bexatarligiga kafolatlik qilish. Sakkizinchisi, strategik xavflarni azaytish. To'qqizinchisi, ochliq eksportiga qulaylik yaratish. 10-si bir taraflama jazolashga xotim berish. 11-si ishlab chiqarish va ta'minlash zanjirining muqimligiga kafolatlik qilish. 12-si urushdan keyingi qayta qurishni ilgari surish. Germaniyaning davlatlik radio televiziya kanali bo'lgan ARD 24 fevral bu haqda e'lon qilgan Xitoy urush to'xtatishni va tinchlikni talab qildi nomli xabarda bu o'shkuturlik planni Xitoycha aql farosat deb masxara qilgan. Xabarda tilga ilishicha Ukraina prezidenti Zelenskiy mo Xitoy Ukrainaning tinchligi to'g'riliq so'zlashga boshlagan bo'lsa, yomon emas deb qo'ygan. Merkur gazetining 24 fevraldagi xabarda bayon qilishicha, Amerikalik dangliq Xitoy ishlari mutaxassisi Scott Kennedy bu planni o'lik tug'ilma deb atagan. Xitoyning o'zini tinchlikparvar ko'rsatishga urinib o'tirib qo'ygan bu Xitoycha aql farosatlari uningga sharaf ato qilinmagan. Türkiye'deki stratejiya mutaxassisi Dr. Erkin Akramning bildirishicha, Xitoy bu planida Rossiyaning urushini ayblaydigan hech qanday ibora qo'llanmagan. Uning qarashicha, Xitoy bu plani orqali o'zining kelajak manfaatining g'amiga tushib qolganligini isbotlab qo'ygan. Birinchidan, Rossiya Ukraina arasındaki bu jangni Xitoy yolg'izla Ukraina krizsiz deb temasida buni mundaq ishiltibdi. Ya'ni Xitoyningki maydoni bu bir jang emas, bu Ukraina krizsiz deb atabdı. Demek ki bu Xitoyningki ko'z qarashi ma bu xalqaroningki ko'z qarashi bilan o'xshamaydi. Yani jang derecesini krizsiz dereceye düşürgen bir ahval var. İkincisi bu jangni to'xtatish eng muhim madde buluş lazım. Xitoy bo'lsa buni 3, 4, 5, 6 maddega qo'yib qo'yibdi. Demek ki Xitoyningki ko'z qarashida va maydonida bu jang meselesi ikinci meselesi. Ama birinci meselesi nima bo'libdi deganda, ya'ni u davlatlarni egilik huquqiga hurmat qilish. Hurmat qilish bo'lgandan keyin Ukrainaningki egilik huquqiga hurmat qilish deb buni jakalash lazım. Ya'ni Rossiya hujum qilg'ashqa Rossiya nima bir tanqid qilish lazım, bu yerda tanqid qilg'ini yo'q. Üçüncü bir mesele bo'lsa, o'zininki dadiga tushgandek turdi. Misalga 9 madde, 11 madde, 12 madde. Bular hozirgi jangni to'xtatish bilan
münasebeti yok. Yani jangdan keyinki bo'lgan ahvollar. U so'zining oxirida Xitoyning bu planida masalani hal qilish uchun qo'llaniladigan hech qanday amaliy harakatning o'rin olmaganligini eskartdi. Chiqib kelgan chaqda bu Xitoyningki Rossiya Ukraina urushi haqidagi ko'z qarashlari yolg'izla bir bayonnoma xarakterlik bir mesele. Ama o'zining nemish qila oladiganligi va qanday qildiganligi haqida qo'lini silib ish qildigan meselesinde aniq bir gap yo'q. Yani jang to'xtasa men aralashman degandek. Shuningga bu bayonnoma yoki Xitoyningki bu maydoni yolg'izla Xitoyningki tarafini ko'rsatgan, ama boshqa davlatlarningki va bu jang qilayotgan ikki davlatning ko'z qarashlarini bunda so'rab hal qilgan emas. Bo'libmi shu 12 maddani e'lon qilishdan avval Ukraina bilan ko'rishish lozimdi. Ukraina bilan ko'rishmay turib, bundaq bir maydon bayon qilishi bumi to'g'ri bo'lmaydi. Yani Ukrainaningki taqdirini Xitoy va Rossiya degandek davlatlar belgilaydigan degan bir ko'z qarashni bu yerda bayon qilgandek ko'rindi. Norvegiyadagi vaziyat analistisi Baxtiyor Ömer Efendi bo'lsa, Xitoyning plani va Ukraina urushining Uyg'urlar masalasiga ko'rsatadigan ta'siri haqida qarashlarini ifoda qilib o'tdi. Xitoyninki bu o'ttirib qo'ygan taklifi nihoyatda kulkilik ham masxaralik. Buni butun dunyo allabirun bilib oldi. Boshqa davlatlarninki buni masxar qilishimi dal shu sababdan, ya'ni ovoz qo'ygan chaqda betirab turib bilib, ya'ni o'ziga so'z kelgan chaqda bunda so'z o'yini o'ynatish. Amaliyotda buning vaqti o'tdi. Xitoyning abdi bashirsimi echildi. Dunyo buni tonib yetdi. Chunki shu ikki modish kuchninki atrofiga to'plangan bir qism kichik davlatlar bor, lekin bularning hammasining kuchini yiqqandimi? Ya iqtisodiy, ya harbiy kuchaydi, Yevropadagi bir necha davlatninki kuchiga teng kelmaydi. Vaqtning so'zilishiga ergashib, Rossiyaning ojizlashishidan keyin Xitoyninki ojizlashishi texim tezlishi mumkin. Germaniydan Ekrem anglatdi.